Musobaqani boshlash vaqti keldi. Voy, yo, to'xtanglar. Men yetib keldim. Hoy, darvozani ochinglar. Kiritinglar. Vodiy aholisi, sizlarga mamnuniyat bilan yo'lbars, ilon, turna, maymun, beshik tebratar beshligini tanishtiraman. Ajab tovur beshlik. Jangchilar diqqat qiling. To'xtanglar. Yo'q. To'xtanglar. Mushakbozlik boshlanyapti. Buni qaranglar. Hoy, baqaloq, qoch. Va nihoyat yo'lbars jangi. Vodiy aholisi, gaplarimga ishonavering. Bunaqasini hali ko'rmagansiz. Namuncha kuydirasan. Yo'lbars kutib ol. Temir buqa va uni o'lim nishlari. Ajdarho jangchisini sezyapman. U bizni oramizda. Tinchlik vodiysi aholisi, hozir ustoz Ugvey ajdarho jangchisining nomini aytadi. Yo'q. To'xtanglar. Bu yerda nima qilyapsan? O'zingiz ko'rib turibsiz-ku. To'xtang. Unday qilmang. Men ajdarho jangchisini ko'rmoqchiman. Hech narsaga tushunmadim. Axir bugun lag'monni tush ko'rgan eding-ku, o'g'lim. Dada, men yolg'on gapirdim. Tushimga lag'mon kirgani yo'q. Menga kung fu yoqadi. Bo'ldi qil. Ish kutib qoldi. Tura qol. Ha, bo'pti. Menga nima bo'ldi? Qayerga tushib qoldim? Kimni ko'rsatyapsiz? Hammasiga tushundim. Kechirasiz. Men shunchaki ajdarho jangchisini ko'rmoqchi edim, xolos. Juda ham qiziq. Ustoz, siz meni ko'rsatyapsizmi? Sen. Kim? Sen. Men? Aloyiq tinglang. Bugun Samo bizlarga ajdarho jangchisini yubordi. Nima? Ajdarho jangchisi!
Ajdarho jangchisi! To'xtanglar. Kim aytdi sizlarga? Ajdarho jangchisiga shon sharaflar. Ajdarho jangchisi!